Shop klientlari hali yana tovarlar hammasi 99 mingdan bo'ladi deb kutishayotgan ekan qizlar. Adashasizlar, unaqa xato qilmanglar. Chunki tovarlarimiz kelishi bilan tugab ketyapti. Shunaqa chiroyli dvoykalar, troykalar, futbolka, shortiklar, har xil assortimentda juda ham chiroyli tovarlar olib kelyapmiz va olib kelishimiz bilan aqlli klientlarimiz o'zlariga yoqadigan ranglarini, o'zlariga yoqadigan fasollarini birinchidan olib ketishyapti. Hali yana tovarlar 99 mingdan bo'ladi deb o'ylagan klientlarimiz bo'lsa, shunaqa chiroyli go'zalliklarimiz quruq qolib ketishyapti o'rtoqlar. Bugun ham do'konimizga juda ham katta partiyada yengilliklar kelibdi. Hammasini prям kiyib obzor qilyapman. Hammasi bir-biridan chiroyli qizlar. Ko'rsanglar, sizlar ham sevib qolasizlar. Klientlarimizga kelib, mana variant tanlab bu yerda kiyib ko'rishyapti. Sizlar ham tezroq kelinglar va eng chiroyli tovarlarimizni o'zingizga yoqqan variantliklarini, razmerlarini o'zingizlarni qilib olinglar qizlar. 99 ming bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman-ku, lekin bo'lgan taqdirda ham bunaqa chiroyli tovarlar bo'lmaydi, уже tugab bo'lgan bo'ladi qizlar. Shunday ekan, hoziroq o'zingizga yoqqan tovarni o'zingiz qilib oling.